Hozirgi operatsiya bo'ladigan bemorimiz qiziqarli. Bemorimiz 52 yosh. 5-6 yildan beri faqat oftalmologga davolangan, ya'ni ko'zga turli xil tomchilar, inyeksiyon formula olgan, ya'ni konservatsiya davo olgan, lekin ko'z yoshlanishi qolmagan. Biz tekshirib ko'rganimizda ko'z yosh qopini yopilib qolganligi, ya'ni burunga ochiladigan yo'l yopilib qolganini aniqlandik va bemorimizga endoskopik dakristomiya jarrohlik amaliyoti tavsiya qildik. Buni sizlar bilan hozir ko'rsataman va jarrohlik amaliyotini inshaalloh sizlar bilan birga bajaramiz. Soat davom etgan ko'z yosh kanalimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bemorimizga ko'z yosh kanali qopiga drenaj qo'ydik va inshaalloh bemorimizga shifo tilaymiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.